Bir tatlı uxlab ketkinni buning. Tova. Odamning zavqini mevdan ko'ra meg'iz tatqinidek. Boladan nevri tatliq bo'ladi ekan desa. Voy, uxlaverdi bu. Uyg'otmasam uxlaverdigan o'xshaydi. Uyg'otib etay. Tomares. Tomares. Hey Tomares. Tur qizim o'rnidan tush yo'lay dedi. Odamni uxlag'ili qo'ymay. To'la uxlasa odamning baxti qochadi. Bo'lar qizim. Yuz ko'zingni yuvib, chayingni ichib ol. Ichib eski bo'lgan kelsin. Mo'y jinni, tilovatamsan meni? Ya, chiqishib deb qo'ydim, apaq buva. Qo'lig'ini buning. Çayımni içip oldum buva. Chayni ichib bo'lgan bo'lsang, talog'i chiqib o'ynab kir. Ben çıkıp gelsem zerikmemsiz. Zerikmayman. Zeriksiz buva. Bo'ldi, chiqayman. Yok, sizge hemrah bolaman. Jinim balam, sen chig'ingda mening g'imimni yeyapsan, ha? Men yolg'izlikqa ko'nib ketgan, chiqayman, hech nima bo'lmaydi. Yok, işnim buludu. Ma'qul, emisi men bilan o'yna. Biroq men sana nima qilib beralayman? Kızık hikayelerine itip dememsiz. Voy, ajab burroq esimga kelmabdi. Bo'ladi, emisi men sana hikoya aytib beray. Sen-chi, sen menga nima qilib berasan? Ben sizge nakşi itip vermem. Yaxshi-ku. Biroq sen naqsh aytishni bilamsan. Bilmeycu. Ya seydirgengen tek kadar nakşirim var mıyım? Oy. Ama siz hikayenizi boşlama buva. Emisi men oldi bilan xo'roz nimani chillaydi degan hikoyani aytib beray. Maqul. Burunqi zamonda osmonda 9 quyosh bor bo'lib, yer jahonni xuddi tomirga o'xshash qizitib etadi ekan. Bu harorat taftidan na yomg'ir, na daryo suyidan asar qolmabdi. Shuning bilan kishilar bir yerga jam bo'lib, bu ofatdan qanday qutulish to'g'risida maslahatlashibdi. Biri uni debdi, biri buni debdi. Biroq shuncha talash tortish qilibmi, bira muvofiq chora tadbir tepilmabdi. Oxirida bir margan chiqib, quyoshlarni etib tashlab, elni bu ofatdan xalos qila oladiganligini jakolabdi. Bu tadbir kishilarga yiqibdi-da, margan o'z mahoratini ishga soldi. Hey, qaralar qarg'aldi. Voy xudo, qanday qilishdi? Qo'ymaydi. Yo Rabbim itib tushiribdi. Barakallah. Hurra! Bo'ldi, bir quyosh qolsin, uni atma. Voy qaranglar. Quyosh tushib ketdi. Qaralar, quyosh noqiyni o'tib ketyapti. Voy qo'rqmanglar. Quyosh bizning etib tashlashimizdan ansirab, mukib olgan bo'lsa kerak. Biz otmaslik qasmini berib, uni chillasak, yana joyiga chiqishi mumkin. Shunda qilib kishilar chimdilidan qasamyod qilishib, quyoshni chaqiribdi. Hammasi bir bo'libmi chaqiribdi, ayrim chaqiribmi beqibdi. Biroq quyosh zoda chiqqili unimabdi. Yana bir munch talash tortishlar bo'lib, oxirida ovozi chiroyli qushlarni chilitib, quyoshni chiqarish maslahati ma'qullanibdi. Maslahat bo'yicha xilma-xil qush taklif qilinib, chilitilgan bo'lsa-mu, quyosh yanada chiqqili unimabdi. Eng oxirida kishilar xo'rozni taklif qilib, quyoshni chillab chiqarib berishni o'tinibdi. Ay xo'roz, sen bizga quyoshni chillab chiqarib bersang, biz seni mangu atvolab boqamiz. Bo'ladi, chillab bering. Chunki sizlarni emas, butkul hayotlik quyoshga muhtoj.
Şoňa men quyoşny bütkül mevjudat namydan çynlaýman. Qarallah. Qarallah. Xudoga shukr. Şunda qilib, Xorazning chillishi bilan quyosh chiqibdi. Xoraz bu ulug' kunni aslab ta hozirgacha quyoshni har kuni saharda bir qitim chillaydi ekan. Demak, Xoraz kunni chillaydi, tongni chillaydi. Sana o'xshash uxlab yotgan ho'rillarni chillaydi. Voy jon, bo'ldi qiling ha. Bundan keyin sergak bo'lsam bo'ldi-ku. Men sizga yoqadigan bir naqsha aytib beray ya. Tumares? Nimdaysiz bova? Bir ishga buyuribdingiz? Yo'q, unutib qoldingmi? Bugun kunga nima? Rost, yakshanba. Topshiriq bilan bo'ldik, esimdan chiqibdi. Texi ishlab bo'lamadingmi topshirig'ingni? Hozirla tugatdim. O'ltiramisa. Sana bugun insonlarning do'sti Qalg'ash haqidagi hikoyani aytib beray. Ajab yaxshi. Men Qalg'ashni bek yaxshi ko'raman bova. Uchar qanot jonu jonivorlar opridi bo'lib, uzun o'tmay ularga har xil yem-xashak, oziq-to'liklar taqsim qilinib berilibdi. Biroq yilonning futi bo'lmag'achqa, so'rilib mengib taqsimot yig'iniga kechikib qoldi. Buni ko'rgan Sulaymon podshoh uning xohlagan bir oziqlik tepib olishiga ruxsat qildi. Shuning bilan yilon o'zi oziqlik izlamoqchi bo'ldi. Biroq u izda hech bir oziqlik topolmay bechora holga tushib yetibdi. Buni ko'rgan podshoh yilonga ish og'ritib, uning uchun oziqlik izlab yo'lga chiqibdi. Podshoh oziqlikni tepib oldirib ketib etib, Qalg'ashni ushirtib qopti. Hey pasha, nima chaldirish? Ozroq orom ilik mamam sen. Bo'lmaydi, ilon akamman qarabli qoldi. Voy, nima chiqilisan onunga? Qarab qasnang bo'ladi. Nimanda chilmaydansan? Ilon akamman puti yoqtirsa, onunga yordam qilmasam bo'lamdi. Hey, onunga zodi nima yordam qilyapsan? Onun uchun oziqlik tepib, shu xabarni yetkazay deb ketyapman Qalg'ashga.
Paşa, nima hayal bulasan? Bana qandaq ozuqni xabarda keldin. Hey, gap qil deyman. Hey, so'ram. Gapni tuzuk qil. Onun nima qilayotganligini men bilaman. O nima deydi? O dunyoda hammadan bek taqamaqini tatliq deydi. Quruq gap. Men bilmaydigan paqimi u. Atidin kash kishi patqoq yursa, uning qini tatib qilibdimi? Mana nima qilsan? Sening g'ochang shundoq tavassa. Ishonmasang, o'sha go'chidan so'rab bilib ol, tayyor top. Senlarni toza otdan bopildim g'o kasofatlar. Shundoq qilib Qalg'ash insonlarga cho'ng bir yaxshilik qilgan ekan. Kishilar Qalg'ashning bu ishini uqqandan keyin o'z o'ylaridan o'rin berishibdi. Qalg'ashlar shundan e'tiboran odamlar bilan birga yashab etibdi. Rahmat bova. Men sizga qalg'ash nima deyilib bir naqsha aytib beray, ya? Vichir, dostum qarlig'ash. Qildim nahiya, tatliq sayrig'ash. Vichir, dostum qarlig'ash. Amrahman sana, ko'nglim yayrig'ash. Vichir, dostum qarlig'ash. Qanmayman sana, billa o'ynig'ash. Vichir, dostum qarlig'ash. Qildim nahiya, tatliq sayrig'ash. Vichir, dostum qarlig'ash. Amrahman sana, ko'nglim yayrig'ash. Vichir, dostum qarlig'ash. Qanmayman sana, billa o'ynig'ash. Buva, hajib jimjit o'ltiribsiz-ku. Mijozingiz yo'qmi? Yo'q. Kela qizim, o'lta. Qo'llaringizni tutib qo'yaymi, buva? Ma'qul. Bo'ldi qizim. Xudoyim qo'lingga deb bermasin. Bo'lmasa birdan uxlab oling, buva. Hikoya anglag'ing yo'qmi? Ağlığım var, biroq. Amasi yaqin kelib o'lta. Bugun Podichi bola degan hikoyani angla. Burunqi zamonda bir bola tog' bag'rida yolg'iz mol boqar ekan. Molni yayloqqa qo'yib berib, ba'zida uxlaydi ekan, ba'zida olatog'il naqshtovlab ish pushig'ini chiqarar ekan. Yana ba'zida o'g'loqdek dekildab taqqa yomishib chiqib, gul terib o'ynaydi ekan. Bir kuni hamma qiliqlarini qilib bo'lib, yanala ish pushig'ini chiqaramabdi. Shuning bilan kishilar yenimga kelsa ekan degan o'y bilan mundaq qildi. Hey, böğür qani? Oturib ketdi. Yürü ola, qo'g'layli.
Acaba oldu buldu mu? Bir necha kun o'tgandan keyin podichi bola yana vaqirabdi. Böğür geldi! Böğür geldi! Hey ağıyla yürü ola. Bu kadar böyle kaçırıp koymayın. Bu kadar pişkin nasıl tez bul ola. Hey böğürkeni. Nedim böğür bolsun? Men sizlarga chaqchaq qilib shunday deb qo'ygandim. Muşta turup adam ağır kılımsa. Kamlaşmaga bir demek etsen. Nima ketayli? Yana bir muncha kunlar o'tib, bir kuni podichi bola qarg'ayning soyasida salqindab o'ltirgan ekan. Rostilla bir bo'ri kelayotgandek. Bola qo'rqqanidan aran vaqirya olibdi. Böğür geldi! Böğür geldi! Vay can! Sakal bana! Vay can! Podichi bolaning bo'ri keldi deb vaqirganini kishilar aniq anglagan bo'lsa-mu, u yana bizni oldigan bo'ls kerak deb o'ylab, birasimi kammabdi. Beshora bola o'zining yolg'onchiligi tufayli o'z jiniga zomin bo'pti. Yolg'onchilik qilsa, shundoq bo'ladi, ha, buva? Ha, odam rostchil bo'lsa, e'tibori bo'ladi, hurmati bo'ladi. Endi meni naqshamni anglang, buva. Sahar turib o'rnimdan, yuz olamni yo'yiman, yuz olamni yo'yiman. Yig'ib urun tebanni, o'z o'rniga qo'yiman. Yig'ib urun tebanni, o'z o'rniga qo'yiman. Tayyorlangan kiyimni o'zim yechib qo'yiman, o'zim yechib qo'yiman. O'z ishimni o'zim qilib, yaxshi bola bo'laman. O'z ishimni o'zim qilib, yaxshi bola bo'laman. Bugun anglaydiganing küçük o'ziga qandoq do'st topdi degan hikoya. Burunning burnisida bir küçük bo'lgan ekan. U o'rmon zarliqda yakka yegona yashaydi ekan. Keyincha u yolg'iz yashayverishdan zerikibdi-da, o'ziga bir do'st topmoqchi bo'ldi. Biroq u topmoqchi bo'lgan do'stining dunyoda hech nimadan qo'rqmaydigan botir bo'lishini orzu qiladi ekan. Küçük do'st izlab yurgan kunlarning birida bo'rining tulkini adablayotganligini ko'rib qopti. Hey, yo'qol. Mening tavalligimga qadam bosishga qandoq petinding? Xafa bo'lmasizlar, bo'ri janoblar. Ov qilish bilan bo'lib ketib, tinib kelib qoptiman. Ov qilarmish. Hey, Türkiye. Mening oldimda o'to'g'riliq gap qilishdan uyalmamsan. Kechirsizlar, taqsir. Kechirsizlar. Gapni oz qilib, ko'zimni yo'qol. Eli baka. Xo'p, taqsir. Dunyoda eng botir hayvon böğür ekan-da. Salom böğür aka. Nima ishing bor? Men sizning dunyodagi eng botir polvon ekanligingizni ko'rib, do'st bo'laylik deb keldim. Do'st bo'laylik demsan. Bo'pti. Aka qo'lingni. Rahmat böğür aka. Rahmat.
Tiş yetip uykunu uxla. Bommasa, eyiq kelip işkimizni yeyvididu. Bir iyiqtin qo'g'i degan emasmi? Dunyoda hammadan kuchligi iyiqkanda. Ammasi men iyiq bilan do'st bo'lsam bo'lg'uday. Salom, iyiq aka. Biz do'st bo'lib birga yashaylik, ma'qulmi? Dost bulup birli yaşsak dedin mi? Boptu. Birli yaşsak, yaşaylı. Rahmat, iyiq aka. Nimaçı bekadın beka kavaysan. Avazını anlap, şirkilip bizni yesin demsen. Teşat. Iyiq shirni qo'g'i degan emasmi? Deganda shirni izlab tepib, uning bilan do'st bo'laman amdi. Salom, shir janoblari. Sen qaysi iqlimdin? Nasli nasabing nima? Mening oldimga nima deb kelding? Mushu o'rmonliqni makon qilg'ili uzun bo'ldi. Ishnasladim men. Ko'nglimdagidek biror do'st topolmay yuratdim. Sizlarning donqilarini olib do'st bo'lay deb keldim. Kichikkina holingga do'st bo'laman deb meni izlab keldingmi? Men sizlar bilan ilishqili emas, do'st bo'lishga keldim. Do'stlikning haqiqiy qimmati cho'ng kichiklikda emas, samimiy sadoqatda. Sen xili aqlliqni ekansan. Bo'pti. Do'st bo'lsak bo'laylik. O'rmonliq shildirlayotdi. Boş gap qil. Chatig'ing nima? Uyqungni uxla. Meni bekor yo'lbosh kelib, ikkimizni yeyibdi. Shirning qo'qidigan nimasi borkina? Nimani dedi? Yo'lbos. Hap, yo'lbosni deb do'st bo'lmasam hamdi. Assalom, yo'lbos oliylari. Nima qilib yuriysan bu yerda? Oliylarga salom beray deb keldim. Kichik bo'g'ini bilan jur'atlik nima ekan o'zi? Salomga kelishdan maqsading nima? Do'stlik. Xo'p, do'stlik degan. Do'stlik sana nimachi zo'r bo'lib qoldi? Yeganilik Tangriga xos taqsi. Maxluqlar bir-biri bilan o'rlashib yashimasa, hayot ma'nisizda xavflidir. Barakallah. Dunyoda kuchliklarning kuchligi bo'g'inim bilan aqlim ma'u shumtaknikiga yetmamdi nima? Gap qila. Do'stlik nim bilan rivoj topadi? Samimiy sadoqat bilan. Dushmanlashish nimadan paydo bo'ladi? Tomares, ne bo'lding? Yavaşlab qopsan-ku. Topshiriqni ishlab bo'lolmay, beshim og'rib
ishlab bo'lgansan? Yo'q, texi. Kelama ko'p baqay. Nimanchi je qandoq gap bu? Kash kishi necha xil darsni o'tib, kash yana beka qamısin deb shuncha bola topshiriqni berginni. Mushu apandilarniz-a. Bo'ldi. Qiziq bir hikoya aytib beri. Kallam echilgandiroq andin ishlasan. Men sana tulki, maymun, to'shqon va ot to'g'risidagi hikoyani aytib beri. Hayvonlar dunyosida tulki o'zining soxtipazligi, yolg'onchiligi, suxanchiligi, hasadxo'rligi tufayli hammasining nazaridan tushib, la'natga uchrabdi. Shuning bilan ba'zilar tulkini toza bir boplash fursatini izlab yurgan kunlarning birida tulki o'rmonliqda lag'aylab yurgan ekan. Buni ko'rgan maymun bir hiyla o'ylabdi-da, darhol to'shqonni yeniga berib unga aytdi. Buni to'shqonni xo'p ko'rgandan keyin maymun tulkining do'ppisiga jigir selish uchun mundaq ustalik qildi. Hey, tulki aka, meyakchilar, sana bir gapim bor. Ha, nima gap? Men-chi, dunyoda hammadan otning sog'ir go'shtining nihoyatda yeyishli bo'lganligini anglab qoldim. Biroq otga qanday qo'l silishni hech bilmadim. Sening payning bor, agar sen qo'shilsang, ikkimiz taniyaylik, ha? Bu gaping rostmi, maymunchaq? Yolg'on aytsam, qulog'imni sopolda kesib beraman. Undaq bo'lsa, avval men ketib ko'ray. Sen andi yemamsa? Mayli. Ot hozir uxlab yotadi. Fursatni qo'ldan berma. Lekin sen quyrug'ingni otning quyrug'iga chetib olishni unutib qolma. Nemishqa? Otning pek kichik shug'urayotganligini bilasan-ku. Agar sen uning sag'risini shundoq chishishingga o'yinib ketib kechib ketib qanday qilsan? Otning sag'ri go'shiga og'zing tegib, to'yg'ichi yeyolmay qolsang, tomog'ing ishib qoladi-jimi? Mundaq degan. Bo'pti. Quyrug'imni chetib olsam, ketib olaymiz. Men o daraxtning ustida qarab turaman. Chatoq chiqib qolsa, yordamga men bor. Ma'qul emisan? Hey ahmoq maymun. Tayya o'zin o'tinib berganingga hashqalla. Ha, mana quyrug'imni obdan chetib oldim. Ya bismillah. Bu tamaşanı ko'rib turgan maymun bilan to'shqon o'zini tutib ololmay kulayveribdi. Maymun kulkidan to'xtayolmay daraxtdan yiqilib, kossasi surilib ketib, jiq jafo chekibdi. Shunga maymunlarning kossasi ta hozirga qadar qip-qizil ekan. To'shqon maymundanmi bak kulib kolpigining yerilib ketganini tuymay qopdi. At shu kundan buyon ehtiyot qilib o'ri turib uxlaydigan bo'lib qopdi. Tulkini bo'lsa, at to'li so'rab yurib, julg'ini chiqirib o'tkashga, tuklari titilib ketib, badrang bo'lib qopdi. Bu hikoyaning hikmati shuki, askiga askilik bilan taqobil turishning o'rinliq tarafimi bor. Lekin bir chetda turib tomosh ko'rish bakmi qamlashmagan ish. Chunki ortiqcha kulki hech kimga yarashmaydi. Beshimning og'riqi endi to'xtab qoldi-ku bu. Amisa naqshangmi nesi qamig'idak? Albatta. E'lon qilib aytib beray-a? Naqsha tantatir. Ne? Oralayman.
Kechib ketdi. Uyqunga qanmay, ati maktabga kechikib qolsang-chu. Yo'q, aytib bering. Bo'ptamisa. Tulkining taqsimoti degan hikoya qisqaroq. Shuni aytib beray. Kunlarning birida yo'lvoz, bo'ri, tulki uchi ovga chiqib, bir to'shqon, bir qirg'ovul, bir kiyik tutibdi. Bo'ri o'ljini mundoq taqsim qilibdi. Toshqan kichik canavar ekan. Uni tulki yesin. Qirg'ovulni men yey. Yo'lvoz janoblari kiyikni yesin. O'zingcha adil taqsim qilganing bu. O kalva. Mana sening yeydiganing. Voy jon. Voy ko'zim. Voy ko'zim. Ko'zim qo'yilib ketdi. Endi qandoq qilib? Yolg'iz janoblari, xafa bo'lmasizlar. Men taqsimlab boqay. Toshqan janoblarining nashtiligi bo'lsin. Qirg'avul tushliklari bo'lsin. Kiyik kechlik tomoqlari bo'lsin. Agar janoblarning ishib qolsa, biz eg'iz degilar. Tulkibay, yaraysan. Bundaq adil taqsimotni sen nereden öğrendin? Voy taqsir. Buni men bo'rining chachirab chiqqan ko'zidan o'rgandim. Oy, qarab tursan-ku. Hikoya tugadi. Naqshingni boshla. Hey, Tumares, nimaga xushalib ketdin? O'zing bilan o'zing kulib ketding-ku. Do'stlarim bilan o'ynayapsizlar. Sizmi chiqna bo'lar? Ha? Seni o do'stlaring? Ay. Do'stlaring mushularmidi? Nimishqa eshakning mingizi yo'q buva? Yana meni hikoya aytqizadigan bo'lding-da. Aytib ondan qiptimi? Sulaymon Shoh zamonasida insonlar orasida emas, hayvonlar orasidami inoqlik hukm surgan ekan. Bo'zak qiling'uchilarmi, bo'zak qig'uvchilarmi asosan yo'q ekan. Hayvonot dunyosida cho'ng hayvonlardan faqat eshaklar ancha-muncha bo'zak qilinadi ekan. Eshak mungizimning yo'qligidan mushundoq bo'layotdi deb o'ylab, podshohga arz qilib beribdi. Dağ paçayı alem. Sözle. Ezen çoğun boğunum bilen kovulmuş kuralım yok. Ben kıllıp gittim. Menden neçez küçük hayvanlarımı beni ani tepşidu. Şuna Seni zadi kim bozak kıldı? meni bozak kıgalla. Bektola. Tılını çaynamay demem sen. Cevaplarını enik etmisan. Davani qandaq sorgulu buludu? İşkırıp ben bek azar yap gittim. Müngüzüm boğan bolsa bundak günüge kalmazdım. Maqsidin müngüz talab qilish miydi? Şundak şayim. Sal tahir qipti. Allah! Fuqrayim eshakning tiligini ijobat qilib, onunla bir müngüz ata qıgaysan. Müngüzüm bab oldu. Rahmet şahim.
Benim onun kızım baba oldu. Gülüşe. Kilen oçu bosa. Senin benim kızım bosa. Benim baba. Kudum mu? Bu yani para kendi kılıçı. Para. Nibiga. Eşek aslında uruş kalktı mıydı? Müngüzgü gibi olgandan keyin teximi beter düşüp ketdi. Özünün tanışçılık bilen sokuşsuğa bir gap. Yama yeri kiçiklanımı, yavaşlanımı bozakıp ketdi. Şuna adaletinizni seginip geldi. Bu bedbaxt. Eşek derhal o zoruma keltirilsin. O karıyız. Günahını bilemsen. Bilmen alilleri, bilmen, bırak. Soğanını yık ben on. Derhal onun müngüzü yürüp taşlansın. Hop! Ay, vay can, vay. Xuda sana bölüp müngüz bermeptike. Bugündün tatip erkinliktin mehrumsen. İnzallaha kul bulup ötkeysen. Bağıval baldı, bağıval baldı. Shundoq qilib, eshak yanala mungizsiz qapti. Ham insonlar uchun ishlaydigan qulga aylanib qapti. Bu rost gapmi bova? Rost deb tushansang rost, yolg'on deb tushansang yolg'on. Eng muhimi bu hikoyaning mazmunini reallikqa tatbiqla. Tatbiqlay olsanglar bo'lg'ini. Endi navbat sana keldi. Mening bugungi akşam mush oiladagi do'stlarimga bag'ishlangan. Ayta, ularni anglasın. Ağlag'ın ayak. Yetmoch yilida. Hafiza tingla. Qo'lidum ayak. Ayak, ayak, ayak. Ayak, ayak, ayak. Hafining uchush. Kirgin ko'tanga. O'ynaveramdu. Bo'lib ketdi tush. Uchush, uchush, uchush. Uchush, uchush, uchush. Muzeyim çok çok. İşime soraksın. İpten misin? Kanıyınga çok. Çok çok, çok çok, çok çok. Çok çok, çok çok, çok çok. Tahiyim kırpır. Çıkma dalağa. Soğukta hayli. Titreysen de tırt. Tırtır, tırtır, tırtır. Tırtır, tırtır, tırtır.
Dadam apamlar qani? Etlab chiqib ketdi. Nega? Sen bilmaysan. Mushundaq atdigandimu, hitli o'z chiqqanda? Yaqında o'lim bo'lgan bir necha uyga boshni patiga berib o'tinglar deb men degan. Shunga ketdi. Ilgish keladi. Nima ularni so'rab qolding-ku? Ichim pushib. Ishching pushqan bo'lsa o'ynab kel. Kim bilan o'ynayman? Hamma odam uyda. Amisa, nima qilasan? Yana hikoya aytib bering, o'g'il bo'lmasa. Bo'ldilar. Yo'q, aytib bering, aytib bersin. Bugun sana danishmand Sherning o'limi to'g'riliq hikoyani aytib beray. Hayvonot dunyosiga garchi yo'lvoz podsho bo'lg'ini bilan uning shirchilik obro'yi yo'q ekan. Buni sezgan yo'lvoz shoh Sherni ko'zdan neri qilish uchun chat bir joyga bag qilib avat o'tibdi. Shundaqdimi Sherning obro'yi kundan kunga o'saveribdi. Bu alamga chidamagan yo'lvoz shoh Sherni o'ldirish niyatiga keldi. Biroq hech ipini keltirolmay o'z go'shini o'z yigida bo'lib ketibdi. Bir kuni u vazir huzurlarini yig'ib Sherni qandoq yo'qotish to'g'riliq kengash o'tkazibdi. Hammasi shunday bo'lsin. Biroq bu gap hargiz ochqarlik qilmasin. Bo'lmasa Sherni yo'qotish u yoqda tursin. Butun tuproq qo'l qilib ketib, o'zimizmi omon qolmaymiz. Tulkiboyning degini to'g'ri. Amisi bu ishni o'zing bir taraf qil, Tulkiboy. Senin bilan shohim. Majlis tamom. Assalomu alaykum janoblari. Paqircha oilelarining maktubini ilib, o'zlarini o'rdaga taklif qilib keldim. O'qi. Xo'sh. Sodiq do'stim, Sherga ma'lum bo'lgayki, men bu yerda yolg'izlik tatib qoldim. Qo'l ostimdagilarning birisimi korga kelmadi. O'z maylimcha sizni yenimdan ayirmaydim. Biroq shunchalar beshimni aylantiribdi. Ko'nglingizga olmaysiz. Sizdek bir danishmanga tayanmasam, davlatni boshqarmoqdakman. Shunga darhol kelsingiz. Yo'lvoz shoh. Qanday qilsam bo'la? Berishga ko'nglim toza tatmayotdi. Yo'q, boray. Mustabid podishoni ayvonga keltiralisam, anni amin qilg'ilimi bo'la. Sher janoblari, o'ylanib qoldilar. Qarasaldi bo'lmasalar, yo'lga chiqaydi. Yo'lga chiqayli. Shoh oilelariga ma'lum bo'lgay. Sherni boshlab keldim. Kirsinmi? Kirson. Salom shohim. Qadinas do'stim. Armag'aysiz. Ochqalloh. Siz uchun maxsus imorat soldirdim. Xotirjam etib, demayli. Butkul ta'minotingiz yetkazib beriladi. Shohim, meni qaysi ishga tayinladingizki, ha? Siz mening birdan bir maslahatchim.
Haşpırat ishq silishqa ko'nglim unamaydi. Zurr tepilganda chaqirtma. Şahin, bana... Sher janoblarni o'rinlashtirib qo'yinglar. Xo'p! Marhamat, sher janobları. Shundoq qilib, sher alohida kutilib, saroydan chiqmay yetaveribdi. Kundan kunga o'rinlashib, hojatigimi qosh akirgizadigan holga yetibdi. Oxiri zaiflashib, tirik murdaga aylangan chaqda yo'lvoz va uning hiligar amaldorlari kirib, numussizlarcha ko'ranglabdi. Hey danışman, edep degeni bilemsen. Oy can. Bo'ldi, qo'zg'alma birodar. Seni sarayga solab beqishdim maqsad. Balduroq o dunyoga ustishir. Buni yana bizni ko'rib yurma. Bilishing kerakki, hamma ustunlik podshohga mansub. O laneti iflasla. Tova. Bu kar yüzlerini bunda kıla demekti mi? Özellim şuri. Kim beni yağlımı gepki işensun depti o. Nime karab turishsa, meni öldürüp muradınga yetişvelish. Onda asan iş yok. Neçe vakitten beri malaylıkını kılıp culakını çıkıp gitti. Endi seni aç koyup kıynap öldürmüş. Gözü to'qnoq ishlatib, yo'qotishga ko'z yetmagan badniyatlar ana shundoq yili bilan shirni qiltoqqa tushiribdi. Bechora shir necha kun jon talashib, ming tasda ko'z yumibdi. Bugün aytadigan akşamniki baba, dadam anlaması bulmaydı. Tapqan bahanasini buni. Dadang ya... mana dadangmi keldi, endi u aytasan. Yana buvoni avar qilyapsan. Sana o bir naqsh aytib bermoqchi ekan. Voy, yaxshi ku. Jim oltiring, andin aytib berma. Jim o'ltiray. Qani, naqshangni boshlaymiz.